Xitoy Sharqiy Turkistonda irqiy va madaniyat qirg'inchiligi yurgizayotgan bir vaqtda Xitoyning Qozog'istondagi bosh elchisi Sharqiy Turkistondagi yig'ilish lagerlarini oqlab, bir odam Xitoy tilini so'zlayamasa, qandaqsiga kishilik huquqdan so'z ochqil bo'ldi dedi. U yana guvohlik bergan kishilarning Xitoyga qarshi kuchlar tarafidan kuchkirtilganligini aytdi. Xitoyning Yer shari vaqt gazeti yaqinda bosh elchi Xinjiang haqiqatlarini so'zildi temisida bir ziyorat xotirasi e'lon qilgan. Xitoyning Qozog'istondagi bosh elchisi Zhang Xiao ko'plagan Qozog'iston taratqullarining ziyoratini qabul qilganda Xinjiangda yig'ilish lagerlari yo'q, gulagmi yo'q, faqat kasbiy tarbiyalash markazlari bor. Kishilik huquq masalasi kelganda, agar bir kishi o'z davlatining tilini bilmasa, yozolmasa, qandaqmi kishilik huquqdan so'z ochqili bo'ldi degan. Amerika Markaziy istixborot idorasi Huawei şirketini Xitoy davlat bexatarlik tarmoqlarining mablag'ini qabul qilish bilan aybladi. Amerika Markaziy istixborot idorasi Huawei'ning Markaziy davlat bexatarlik komiteti, Xitoy xalq ozodlik armiyasi va boshqa bir davlat istixborot organidan kelgan mablag'larni qabul qilish bilan ayblagan. Amerika Federatsiya hukumatining to'g'rida cheklangan Huawei'ning ittifoqdosh davlatlarining 5chi qurilishiga qatnashishining oldini olish uchun tirishmoqda. Sharqiy Turkiston uchur markazida Sharqiy Turkiston krizisi nomli yig'in o'tkazildi. Sharqiy Turkiston uchur markazining taklifiga binoan Turkiya Hoji Bayram Vali universitetining o'qituvchisi professor doktor Abdurashid Jalil Qarluq apandi Duisburgdagi markazimizda Sharqiy Turkiston krizisi va madaniyat temasida leksiya so'zildi. Yig'inga bu rayondagi ommaviy tashkilotlarning vakillari, shundaqla Belgiya va Gollandiyadan kelgan faoliyatchilar ishtirok qildi. Sri Lankaning poytaxti Colombo va Nigambo, Battikalo shaharlarida 3 mehmonxona va 3 cherkov 21 aprel shu yer vaqti soat 8:45 da birla vaqtda hujum uchirdi. Uning orqasidan yana 2 yerda o'zini qo'shib portlatish voqeasi yuz berdi. Voqealarda oz deganda 207 kishi o'lib, 500 dan ortiq kishi yaralandi. Davlat miqyosida ko'chaga chiqish cheklandi. Sri Lanka prezidenti Sirisena portlash voqealaridan cho'chiganligini bildirdi va kishilarni temkin bo'lishga chaqirdi. Sri Lanka bosh ministri Wickremesinghe pastkash hujumni kuchlik ayblaganligini bildirdi va barliq Sri Lankaliklarni bu tragediyalik mezgilda bir va kuchlik bo'lishga chaqirman dedi. Bu hujumlardan oz deganda ikkisining o'zini qo'shib portlatish ekanligi jazmlashtirildi. Hujumni hozirgacha bir tashkilot ustiga olmadi. Afg'oniston telegraf idorasi binosi qilingan va 7 kishining jiniga zamon bo'lgan hujumni Daesh ustiga oldi. Juma kunki bomba hujumida bir odam bino oldida o'zini portlatgandan keyin 3 hujumchi binoga kirishga uringan va bu 3 hujumchi amonlik kuchlar tarafidan o'ldirildi. Bu jarayonda 4 puhra va 3 nafar amonlik xodimi hayotidan ayrildi. Daesh Xorason deb bilingan Daeshning Afg'oniston tarmoqi 2015-yildan buyon Afg'onistonda aktiv hujum qo'zg'ab kelmoqda. Hujumchilar doim Afg'oniston armiyasi, Taliban va Amerika askarlarini nishon qilib keldi.